Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun sizlarni qiynayotgan savollarga yechim topiladi. Xudo xolasa bergan va'damizni bajaramiz. Bugun birinchi darsni boshlaymiz. Va o'zi sizlardan bir tabiiy tug'ilishi mumkin bir savol, ya'ni bu oddiy o'quvchi bo'lsa bizga qanday o'rgatadi, qanday ta'lim beradi degan savol bo'lishi mumkin birinchi o'rinda. Men bunga sizlarga savollaringizga javob beraman. Bu proyektni men o'zim emas, o'zimning jamoamdagilar bilan o'zim kursdoshlarim bilan tuzdim. Bir metodika o'ylab topdik, ya'ni men ham qishloqda o'qiganman, o'sha 67-maktabda o'qib, bu yil politexnika talaba bo'ldim. Va bu yerda o'zim qatori bolalar, o'zim qatori tengqurlarim bilan tajribalashamiz. Shu qatorda bizga g'oya kelib qoldi. Ya'ni bu proyekt o'rgatib o'rganish denomi. Ya'ni siz qanchalik birovga o'rgatsangiz, sizning bilimingizni qolganlar ham uni o'rganadi va o'zingizda ham bu shunchalik yaxshi o'rnashib boraveradi. Biz sizga dars o'tib beramiz, albatta o'tishimiz shart va keyingi darslarni siz ham video rolik shaklida tushuntirib bizga tashlasangiz, biz ulardan yaxshidan saralab sizning kanalga joylab qo'yamiz. Agarda kimda kim shunaqa istagi bo'ladigan bo'lsa, o'zini ko'rsatish niyatida yoki bilimini mustahkamlash niyatida bo'lsa, har keyingi darsni tushuntirib bizga video rolik shaklida qisqa bo'lsa ham tashlab qo'ysa, biz o'zimizning kanalimizga joylaymiz. Va buni qolganlar ko'radi, bundan manfaat topishiga biz ishonamiz. Baribir o'zimiz ham tushuntirishimiz kerak va mana o'sha so'rovnomamiz bor edi, ya'ni qaysi kitoblardan o'tamiz degan. Unda IDC kitobi nechadir foiz ko'rsatdi? 60 foizmi, 52 foiz ko'rsatibdi. Xudo xolasa bugun IDCning birinchi qismidan, ya'ni matematika birinchi qismidan boshlaymiz. Xo'p, kirish qismi. Albatta har bir kitobda birinchisida oddiy boshlang'ich elementlar narsa, natural sonlar bo'ladi. Natural sonlar, irratsional sonlar, butun sonlar va haqiqiy sonlar. Xo'sh. Albatta har bir mavzudan oldin qoida daftaringiz, ruchkangiz o'zingizga kerakli bo'lsa, asl-xabar bo'lsin. Buni yozsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi. Bilsangiz yozmang. Agar istaganlar bo'lsa, bemalol yozishim mumkin, ko'chirish mumkin. Xo'p. Matematikada 5 xil, 5 turga mansub sonlar bor. Ya'ni matematika sonlari. Birinchisi natural sonlar. Albatta bu natural sonlarni hamma biladi deb o'ylayman. Natural sonlar sanoqda ishlatilgan sonlar. Ya'ni sanoqda qaysi sonlarni ishlatamiz? 0 kirmaydi, o'zingiz bilasiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 keladi. Ikkinchisi butun sonlar. Butun sonlar bu natural sonlar. Natural sonlarga qarama-qarshi sonlar va 0. Qarama-qarshi son degani nima degani? Ya'ni qarama-qarshi son ishorasi har xil degani. Plus minus. Misol uchun 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus va hokazo ketaveradi. Aksiyasin natural sonlar degan harfi bilan butun sonlar z harfi bilan belgilanadi. Uchinchi sonimiz ratsional sonlar. Ratsional sonlar bu nima? Kasr ko'rinishdagi sonlar. Ratsional sonlar. Ya'ni m taqsim n. M ning o'rnida qanaqadir son, n ning o'rnida qanaqadir son. O'sha kasr ko'rishdagi sonlar, masalan 15 taqsim 8, minus 2 taqsim 3, minus 3 taqsim 7 va 5 minus 1. Nima uchun bu yerda 5 bilan minus 1 turibdi deb hayratlanishingiz mumkin. 5 turganligining sababi har qanday sonning mahrajida biri bor. Va bu ham kasr bo'lgani uchun ratsional songa kiradi. Aslida natural son, butun son, ratsional son ham bor. Keyingisi minus 1. Minus 1 ham mahrajda bir qabul qilish tufayli bu sonlar ham ratsional songa kirib ketadi va q harfi bo'ladi. To'rtinchi sonimiz irratsional sonlar. Irratsional sonlar nima? Cheksiz davriy o'nli kasr ko'rishga kirib qo'yiladigan sonlar. Ya'ni cheksiz davriy kasr hammangiz bilasizlar. Bir son virgul qarshisida qandaydir son, ya'ni qarshisida turgan son takrorlanib keladigan son bo'ladi. Bularda unaqa ketma-ketlik yo'q. Bularda o'sha sonlarda virguldan keyin buzilish bor. Ya'ni misol i harfini bergan, misol uchun mana 2 butun 3 4 5 2 1
7, 8, 9 va hokazo ketaveradi, bu tugashi yo'q. Ular irratsion sonlar deyiladi. Xato deyiladi. Va ildizdan chiqmaydigan sonlarga irratsion sonlar deyiladi. Nima u ildizdan chiqmaydigan sonlar? 4 ning ildizi 2ligini bilamiz. 9 ning ildizi 3ligini bilamiz. 16 ning ildizi 4ligini bilamiz. Lekin ildizi 2 ning ildizdan necha chiqishini bilmaymiz. Ildizi 3 dan, ildizi 17. Bular o'sha ildizidan chiqmaydigan sonlar. Pi bu o'sha men aylanada ishlatadigan son, hamma kerak chiqib turgan teng. Va pi ham mana shu irratsion sonlarga kiradi. Xo'p, bundan keyingi son. Endi bu yerda 4 ta sonni ko'rdik. Natural, butun, ratsional, irratsional. Bundan keyingi haqiqiy son. Haqiqiy sonlar qiyin emas, ya'ni shu sonlarning hammasini o'zida jamlovchi son bu haqiqiy sonlar deb ham deyiladi. Natural son, butun son, ratsional, irratsional barchasi haqiqiy sonlarga misol bo'ladi, haqiqiy sonlar chiqadi. E'tiborga beramiz. Albatta tushungan bo'lsalaringiz, buni yozib qo'yingizlar. Istoklar va men bugungi mavzuni boshlayman. Rahmat hammaga. Avvalroq birinchi darsni boshlaymiz. Birinchi darsimiz natural sonlar va ular ustida amallar. Natural sonlarni tushuntirdim. Sarfda ishlatilgan sonlar, ya'ni birdan cheksizgacha bo'lgan sonlar. Men sizga bunda 100 ta misol bor, IDCda birinchi mavzusida 30 tasini ishlab beraman, qolgani o'zlaringizga havola. O'zlaringiz sizlarga ishingizlar. Iloji bo'lsa javoblar tashlasangiz ham bo'ladi. Bizni muhokama gruppamiz bor. Xo'p, birinchi savol. o'n sakkiz aylangan 3 ga aylangan 2. Xo'sh, buni qanday yechamiz? Buni hamma bilsa kerak. Birinchi bajarilgan amal bor. Birinchi bajarilgan amal qaysi? Matematikaning qoidasi bo'yicha birinchi ko'paytirish va bo'lish. Chapdan o'ngga. Ikkinchisi qo'shib ayirish, bu ham chapdan o'ngga. Agar aralashib keladigan bo'lsa, birinchi o'sha ko'paytirish bo'lish yoki undan keyin esa qo'shib ayirish. Bu yerda ko'paytirish bilan ayirish bor ekan. Ya'ni birinchi ishlatadiganimiz bir qo'yib olamiz, mana ko'paytirish. Birinchi bajarishimiz ko'paytirish. Ikkinchisi esa ayirish. Xo'p, 18 ayrilgan 3 kira 2 6 ayiramiz 12. Hamma biladi. Shunday bo'lsa, umid qilaman hamma biladi. Keyingisi 4-misol olamiz. Bunda ham xuddi shunday ish boradi. Biroz murakkab bo'lishi mumkin birinchi savolga qaraganda, lekin qoida bir xil. Birinchi ko'paytirish va keyin qo'shib ayirish. Ko'paytirish birinchi chapdan o'ngga dedimi? Ikkinchi, uchinchi. Qo'shish to'rtinchi, ayirish beshinchi. Xo'p, 8 kira 3 24 qo'shilgan joyi bo'ladi. 7 kira 6 42 ayiramiz 5 kira 9 45. Yana chapdan o'ngga 24 ga 42 66 20 javobimiz 20 bo'ldi. Xo'p, murakkabroq turadigan bo'lsak 11-misol. 15-chi. Xo'p, endi qavsli ifodalarda qanday qilamiz? Albatta, hamma bilsa kerak, qavs, ko'paytirish bo'lish, qo'shib ayirishganda birinchi o'rinda o'sha qavs ichi ishlanadi. Qavs ichidagi, ya'ni birinchi ko'paytirish, qavs ichida ham ko'paytirish bo'lish, keyin qo'shilish. Bu yerda qavs turibdi. Qavs ichida ko'paytirish, bo'lish amal turibdi. Bo'lish amali albatta birinchi bajariladi. Ikkinchisi ayirish. Faqat qavs bo'lgan holatda. Uchinchisi esa bo'lish. To'rtinchisi oxirgi qadam ayirish. Qo'y solchi yozamiz. 120 bo'lingan 12. İçine saklayamiz. 169 bo'lingan 13. Shu holatda bo'lib olsangiz bo'ladi, chunki bu yoqda ta'siri yo'q.
10 bir. İçine bir taş. Cevap 9. Xo'sh. Keyingisi. Yig'indini ko'paytmaga almashtirib hisoblang. Yig'indini ko'paytmaga almashtirib hisoblang. 21-misol. Hamma maktabga ilk borgan vaqtida birinchi sinflarda albatta ustozlari, birinchi ma'lumlari kara jadvalni, ko'paytirish jadvalni yo'qotadi. Ko'rganmiz, 5 kere 9, 5 kere 9 45 bo'ladi, 3 kere 2 6 bo'ladi, 8 kere 9 72 bo'ladi deb o'tlaganmiz. Lekin qanday kelganini vaqt o'tib bilganmiz. Qanday kelgan? Ya'ni 8 kere 9, 8 ta 9 ni bir-biriga qo'shishni bo'ladi. Yoki 9 ta 8 ni bir-biriga qo'shishni bo'ladi. 3 kere 2 esa 3 ta 2 ni qo'shish yoki 2 ta 3 ni qo'shish. Bundan ham xuddi shunday. Bu yerda 1 2 3 4 5. 5 ta 12 bu degani 5 kere 12 degani. Yozamiz. Hisoblaymiz. 60 ni tashlab qo'yamiz. Bunga hech qiyin joyi yo'q. Hop, keyingisi 25-savol. Ana endi bu savol buning sal murakkabrog'i, lekin hech qiynaladigan joyi yo'q. Bir qarashdan odam cho'chishishi mumkin, lekin oddiygina misol. Bu yerda 14 ta son kelyapti va takrorlanib kelyapti. Ya'ni 145 75, 145 75, 145 75. Oxirigacha shunday, lekin oradagi ishora minus plus minus plus bo'lib ketadi. Qanday hisoblaymiz? 14 ta son, 14 ta son. Ikkitadan bo'lganligi uchun bu yerda 7 juft son bor. 145 minus 55 dan. Chunki ikkalasini ayirmas turibdi. Bitta son degan. Faqat bizga buni alohida qilib beryapti. Ya'ni 6 bo'lsa 9 ayirgan 3 ko'rinishda. Bu yerda ham hozir 145 75 ta ayirsak 90 bo'ladi. 90 ni 145 ayirgan 75 ko'rinishda bizga beryapti. Xo'sh, 14 ta son jami 2 ga bo'lamiz 7 juftligi hosil bo'ldi. 145 dan 75 ayiramiz 90 va 90 ni endi 7 marta qo'shish kerak deyapti bu yerda. Endi bu mana bu ko'rinish kelib qoldi. Ya'ni 9 kere 7 o'tlagansiz 13 bo'ladi. 90 kere 7'miz 600. 30 misol. Hamma ko'rdi, endi o'chiramiz. Joy kerak. Xo'p. 30-savol. 29-birinchi so'rash. 30 sizlarga qoldi. Hop. 29-savol. Savolda aytyapti. 60 dan nechtadini qo'shyapti? O'sha 60 sonni nechtada qo'shyapti? 3000 hosil bo'lyapti. Bu yerda aniq son keltirilmagan 60 dan o'sha sonni topishimiz kerak va o'sha 60 dan o'rniga 70 ni qo'shishimiz kerak, keyin bir son chiqishi kerak. Hozir tushuntirib olaman. Bu yerda nechtadir son bor? O'shanga 70 ni ko'paytirsak, yana bitta son hosil bo'ladi. O'sha sonni so'rayapti. Hozir bitta sonni qanday aniqlash mumkin?
Boya ko'rsatgandim-a, 21 necha ko'paytirganimiz nechida? Hozir ham bu yerda 60 ko'paytirgan nechida? 3000 hosil bo'lib turibdi. Buni topish uchun birinchi o'rinda teskari amal, ya'ni ko'paytirishni bo'lamiz. 3000 ni bo'lamiz 60 ga. Javobimiz 50 chiqadi. Bu yerda 50 ga 60 qatnashgan ekan. Endi savol aytyapti, 60 larning o'rniga 70 ni qo'ysangiz, javob necha hosil bo'ladi? 70 ni qo'yamiz. Elliktamidi 70 dan 50 ta bo'lsa, 70 ni ko'paytiramiz 50 ga. Javob 3500. Çok murakkab misol emas. Keyingisi 31-savol. Qulay usuldan hisoblash. 28 qo'shilgan 100. Buni qulay usuldan hisoblashimiz kerak. Qulay usuldan hisoblashni ham bilsa kerak. Bilmaydiganlarning mas'ul uchun o'rgataman. Har doim qulay usulni hisoblashda buning nima? Birlar xonasidagi songa qaraymiz. Birlar xonasida. Birlar xonasi 8 turibdi. Ya'ni biz buni o'nlar xonasiga keltirishimiz, o'nlar xonasi nima bo'ladi? 0 bilan tugashi kerak. Ya'ni 8 ga necha qo'ysak 10 bo'ladi? 2 ni qo'ysak. 2 qaysi? Ikkalasi ham bor. İkkalasini qanday aniqlaymiz esa, oldidagini ham o'nlar shaklida keltiramiz. Hozir imindi mana shu misolga, qolgan misollarda boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, 28 ga 72 ni qo'shadigan bo'lsak, 100 chiqyapti. 100. Hamma misolda bunday bo'lamaydi lekin. 8 ga 2 ni qo'shamiz 10. Cho'rasini topdik, ikkalasini bittasi edi, topdik. 2 ga 7 ni qo'shamiz 9, boyagi 10 bilan 10 ni tashlashda 100 ni beradi. Qo'shamiz. Bu bilan bunu qo'shamiz. O'z-o'zidan 202 chiqyapti. Nima qilganimizni tushunga sonni mos-mos qilishimiz kerak. Ya'ni bizga butun yoki qandaydir restorovich yoki 232 bunaqa son emas, bizga to'liq bir shaklda chiqadigan bir oson yozilgan son chiqishi kerak. O'shanda qulay hisoblash bo'ladi. Keyingisi buning murakkabroq 36. Xo'sh, bizda ikkita ko'paytirish amali berilyapti va uni qo'shing deyapti. Bundan ko'paytirish bilan so'ralgan, ya'ni qulay hisoblangan holda o'sha asosan tars tashqarisi chiqarib hisoblanadi. Tars tashqari. Bu yerda necha chiqaramiz? Ikkalasidan qaraymiz, ikkalasidan umumiy bo'lgan eng kichkinasini chiqaramiz. Bu yerda teng bo'lganligi uchun, ya'ni 47 dan bo'lgan teng bo'lganligi uchun 47 ni o'zini chiqaramiz. Hisoblash qoldi. 47 ko'paytirilgan o'zi. Qo'shamiz 100 ni beradi. Hareketli orqasiga bitta nolni qo'shib. Xo'p. 38 ni aytdim. Bunda qanday hisoblaymiz? Bizda ko'paytirish bilan bog'liq 4 ta son bor. Har biri bitta son. Xo'sh, endi bularni juft qilishimiz kerak. Bunda umumiy bo'lganlarni topamiz-da.
bir sonda o'sha ikkita sonda bir son umumiy bo'lishi kerak ya'ni. Bunga yozamiz. Ikkinchisida yo'q, bunga umumiysi. Uchinchisida yo'q. To'rtinchisida 226 qatnashadi. Demak, to'rtinchi bilan birinchini juft qilamiz. O'z-o'zidan ikkinchidan uchinchi qilamiz. Endi boyagi amalni o'rgandik, ta'sir tashqari chiqarish amali. 256 ni chiqaramiz, 73 qo'shilgan 27 qo'shilgan 644 chiqaramiz. Mana shu yerda sizlarga yana bir usul o'rgataman. 73 qo'shilgan 27 ikkalasi ham bor. Tushunamiz. Va shuni chiqaramiz. İki kavs hisoblaymiz. Birinchi kavs 100, ikkinchi kavsimiz 1000 ga tashkil qiladi. Bu ko'paytirishda hech qanday joyi yo'q. Ya'ni 100 ni yoqasiga ishlayapmiz. 100 mingga ko'paytirganimizda Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugun darsimizni boshlab oldik. Bugun birinchi mavzumiz ko'rib turganingizdek, natural sondan yo'llarida amallar. Birinchi qismini sizlarga o'rtog'im tushuntirib o'tdi, ya'ni kursdoshim, uning ismi Shahzod Ubaydullayev. Men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, tashqari oldin ko'p kishiydi. Men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, Omonqulov Bekzodman. Biz 3 ta kursdosh bo'lib, mana shu guruhni yuritib boramiz va uchalamiz sizlarga qo'limizdan kelgancha yordamimizni berib boramiz. Xo'sh, endi kursdoshimning aytishicha, u 50 gacha tushuntirgan ekan hammasini. Endi 50 emas, 45 gacha, men 45 dan buyog'i sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. 46-chi misolni ko'radigan bo'lsak, daftarning narxi deyapti. Daftarni X desak, narxi shuni 5000 so'm. 5000 so'm. Ruchkaning narxi Y desak, uning narxi 3000 so'm. 3000 so'm. 3 ta daftar, 3 ta daftar, 3x. X nima edi bizda? Daftar. Bu nima edi bizda? Daftar 3 ta daftarlar, 3 ta x. Qo'shilgan 3 ta, 4 ta daftar. 4 ta daftarga mana 3 ta ruchkani qo'shsak, yerda qancha so'm bo'ladi? Olib kelib qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan 5 ming. Qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 3 ming. Bu teng bo'ladi 20 ming. Qo'shilgan 9 ming. Jami 29 ming. 29 ming jami bo'lgan ekan. Endi 46 dan 47 ga o'tadigan bo'lsak, 47-chi misol ko'ryapsizmi? Bolaning yoshi onasinikidan 24 ga keladi. Bolaning yoshini x degan bo'lsak, onasinikidan 24 ga kam bo'lsa, minus 24 qo'yamizmi? Otasining yoshi esa onasining yoshidan 5 taga ko'p. Otasining yoshini y desak, onasining yoshini y ko'paytirilgan y plus 5 qilamiz. Bu nimaning yoshi? Otasining yoshi. Otasining yoshi, onasi y onasi. Jami mana ikkalasini qo'shib otasining yoshi bo'lyapti. Bizning onasining yoshi noma'lum. 5 ga ko'p deyapti. 5 marta ko'p bo'lganda 5 ga ko'paytiradi. 5 taga ko'p bo'lganda mana qo'shib oladi. Endi agar bolaning yoshi 12 ga teng bo'lgan bo'lsa, otaning yoshi qancha bo'ladi? Demak, x minus 24 ning 12 bo'lishi kerak. Chunki nima edi? Bolaning yoshi
Bolaning yoshi onasiga 24 taga kam bo'libdi. 24 taga kam bo'lsa, u bola aslida 12 yosh bo'lgan bo'ladi. Chunki 12 yosh. Shunda onasining yoshi necha bo'ladi? 24 ga qo'shamiz 12 ni. Javob 36. Mana 36 bu onasining yoshi. Onasi. Endi bu onasi bizdan men Y. Onasi Y. Otasi esa Y plus 5 mi? Otasi Y. 36 plus 5 teng 41. Mana shu tenglamamiz teng 41 bo'lsa, otasining yoshi 41 yosh, o'g'lining yoshi 12 yosh, onasining yoshi 36 yosh bo'lgan ekan. Bizga manzura otaning yoshi otasining yoshi 41 yosh teng bo'ladi. Prosta buni shunday belgilash kerak. Men dedi, ayryaptim, qo'shyaptim, shuni belgilaymiz. Undan keyin oddiy hisob kitoblar ozgina yangilatamiz chiqadi. Xo'sh, bu yerda shunaqa yangilatishga to'g'ri hisoblar 50 desam 11 tarafdan necha so'm? Bu mana shu savolni ko'rib beraman. 40 50 misol 12 ta daftar uchun deyapti-mi? 12 ta daftar uchun daftarimiz X desak, X daftar adashib ketmaslik uchun bunga chizib olamiz. X daftar 12 ta daftarimiz deyapti 48 ming so'm deyapti. 12 ta daftar bo'lishi uchun masalan bitta daftarimiz 2 ming so'm bo'ladi. Bitta daftarimiz 2 ming so'm bo'lsa, ikkita daftarimiz necha bo'ladi? Shunga ko'paytiramiz. 2 taga 2 ta. Demak, 12 ta daftarga mana 12 ta daftarga mana X narxini ko'paytiryapmiz. X 48 ming so'm chiqadi deyaptimi? Xo'sh, 14 ta daftar necha so'm turadi? Shundan bitta daftar topib olamiz. Bitta daftarimiz mana X. Bitta daftarimiz topib oladigan bo'lsak, bitta daftar narxi 48 da bo'lamiz 12 ga. Bu teng bo'ladi, necha bo'ladi? 4. Demak, bitta daftarimiz 4 ming so'm ekan. Endi 14 ta daftarni necha so'm? 14 ni ko'paytiramiz 4 ming so'mga. 4 kare 4 16, 1-1dan 56 ming so'm. Xo'sh, ketaveradigan bo'lsak, bu yoq mana shu. Xullas 46 dan 60-misolgacha faqat mana shunaqa ishlanadigan, prosta belgilash kiritamiz. Ishlayveramiz oddiy hisob kitob bilan. Tushunarli? Berilgan qo'sh tengsizliklar qanoqdan turish barcha natural sonlarni yozing. Xo'p. Endi bu yerda 50 necha? 50 60 bir katta yoki teng deyapti. N 9. Qo'sh tengsizlik qanoqdan? Korotchi xullas mana 1 kiradi tengsizlikka va 9 dan kiradi. Qani har doim qo'sh tengsizlik bo'lsa, to'rtburchak qavs. To'rtburchak qavs degani bu kiradi degani. To'rtburchak qavs. Qanday x yoki y sonlar uchun bu y ham javobga kiradi degani. X ham javobga kiradi degani. Ikkalasini ham bemalol olaversak bo'ladi degani. Mana bir javobga kirsa, 1 dan to 9 gacha sonlar orasi hammasi javobga kiradi deganda. 1 mana yerda 2 bor, to'g'rimi? Mana yerda 3 bor, va hokazo 8 bor, 9 bor, to'g'rimi? Endi shartda berilgan qo'sh tengsizlikdan qanoqlantirish natural son deyapti. Naturalga e'tibor beramiz. 1 dan 9 gacha nechta natural son? 1 dan 9 gacha bizda oson olsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta natural son bo'ladi. 9 ta natural son bo'ladi. Xo'sh, endi mana yerimiz bu tomonga esa mana 63 ni ko'ramiz. 63 kattalar mana shu savolga. 3 katta n'dan deyapti. N katta yoki teng 8 dan deyapti. Voy nima deydi? 4 burchak. Mana bu ikkitalik ishora kelarki, mana shu bo'lsa shunga 4 burchak qilib olamiz. Yonida qaysi son turibdi? 8 to'g'rimi? 8 turibdi. Endi buni bittalikni ishora qilsa, bunga shunday dumaloq olamiz. 3 bo'ladi. 3 kiradimi, kirmaydimi? 3 kirmaydi. Chunki dumaloq qolsa har narsa kirmaydi javobga. Dumaloq qolsa ichida mana
3 turibdi. 4 burchak qavsni ichida 8 turibdi. 8 o'zi keladi. 3 da olmaymiz. 3 dan 8 gacha. Dumaloq qavs degani 3 da olmaysan degani. 3 dan bittadan oldingdaysan nechi demak? 4. Mana shu 4 dan boshlab olib ketasan degani. 3 prostadagi chegaralab beradi, o'shadan bitta oldindagisini olasan degani. 4 dan 8 gacha nechta naturasan? Sanamiz 4, 5, 6, 7, 8, 5 ta. 5. Bunaqa sonlarni ishlashda mana shu. Noqat'iy tengsizlik degani ikkita. Noqat'iy tengsizlikda qaraymiz. Agar noqat'iy bo'lsa, mana ishorasi olinadi. 4 chaqos bo'ladi, olinadi, 8. Qat'iy bo'lgani uchun mana olinmaydi. Dumaloq olinmaydi. Umumiy qoida qiladigan bo'lsak, mana bunday qavslarda, mana bunday qavslar. Dumaloq qavsda javob ol, bosh yetadigan bo'lsak, olinmaydi. 4 burchak qavs desa, olinmadi. Mana shuni yozib qo'yamiz. Bu ko'p mavzularimizga kerak bo'ladi. Xo'sh. Şimdi savollarimiz ko'rib chiqadigan bo'lsak, darsimiz davom etamiz. Biz 66-misolga keldik. 66-misolda nima deyapti? 1 deyapti, 2 deyapti, 3 deyapti, va hokazo ketasan deyapti, 45 и 46 deyapti. Shartida berilgan, quyidagi berilgan qatorda nechta natural son qatnashgan? Quyidagi berilgan. Nechta natural sonlarga bo'lsangiz? Bir natural sonni natural sonlar deb darsimiz boshida Shahzod kursdoshi sizlarga tushuntirib o'tdi, to'g'rimi? Natural sonlar bu sanoqda ishlatiladi. 1, 2, 3, 4, va hokazo n plus 1 plus mana plus n bo'ladi. Sanoqda ishlatiladi, cheksiz ketaveradi natural sonlar. Faqat minus bo'lmasin, 0 bo'lmasin. Minus bilan 0, minus 5 masalan natural songa kirmaydi. 0 ham natural songa kirmaydi. Faqat 1 dan cheksizlikgacha natural son. 1 dan cheksizlikgacha. Mana shu natural sonlar bo'ladi. 1 da o'zi ham kirgani uchun 4 burchak qavs. Cheksizlik har doim dumaloq qavsda bo'ladi. Chunki cheksiz ketyapti, biz bundan qaysi birini olishni bilmaymiz, olinmasdi. Cheksiz ketgan uchun dumaloq qavs turaveradi. Xo'sh, mana shu qoidalarni shunday yozib olsanglar, mana uni boshlaymiz. 1 natural son, 2 natural son, 3 natural son, hokazo 45 natural son, 46 natural son bo'lsa, nechta deb o'ylaysiz shu? 1 dan 46. To'g'ri, 46 ta natural son bor. 46. Xo'sh, 18, 19 shunday ishlanadi bular ham. Endi hisoblang. 71larni yaxshi misollarimiz bor. To'g'risi, boshlaymiz. 8 ko'paytirilgan, qaraymiz. 10 mingga 10 virgul qo'yganim o'zimga adashib ketmaslik uchun mana 10 3 dan bo'lsa 1000 bo'ladi. Shuning uchun men shunday yozaman. Virgul nima ekanini bosib o'tirmaydi. Savol berib. Plus 5 ko'paytirilgan 1000. 1000 dan shunday o'zini yozaman. Chunki virgul turib qolmaslik uchun qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 10. Xo'p. 4 ko'paytirilgan 3 ekanmiz. 3 ko'paytirilgan 100. Shundan 100 ga ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 9. To'g'rimi? Endi bu yerdan birinchi o'tamiz. Mana 1000 bilan 10 mingga katta sonlarni qasd chiqarib olib chiqishlarini bilamiz. Bu yerda qasd olib chiqamiz. 1000 bilan 10 mingga to'g'ri. Xo'sh, 1000 ga olib chiqamiz. Chunki kichkinasi-ku 1000 ga olib chiqsak, mana yerda 8 mana 1000 ga olib chiqsak, 1000 ga olib chiqdik degani 1000 ga orqasidan 3 ta 0 bor, to'g'rimi? 3 ta 0 bunday 3 ta 0 ketadi. 3 ta 0 ketsa 1000 dan 10 mingdan 1000 ga olib chiqsak nechi qoladi? 10 qoladi. 8 ko'paytirilgan 10.
Mana shu. Endi mingni olib chiqib ketdik. Mana endi yig'indi o'zi turibdi 5, to'g'rimi? 5. Bu yerdan bu yergacha bo'lganimiz hisoblab oldik hozir. Endi bundan bu yog'ini hisoblab olishimiz qoldi xolos. Bu yerda nima bor? 11, to'g'rimi? 11 qo'shilgan 10 olib chiqib ketamiz. 10 dan bitta nol ketdi. Mana 10 dan bitta nol bor. Bundan bitta nol olib chiqib ketsak, necha bo'ladi? 10 bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 7 qo'shilgan 9. Mana 9 shu pastda ichkariga yozib qo'yiladi. Pastda ichkarida bo'lsa bo'lmaydi, chunki 9 dan 10 olib chiqib ketgansizlar-ku. 9 o'zi alohida plus 9 bo'lib turaversa, bu yig'im hech narsa xabar bermaydi. Kichikdigan bo'lsak, 1000 80 ga 5 qilsak, mana 80 plus 5 plus 10 bo'ladi. 30 plus 7 plus 9. To'g'ri. Teng 1000. Menga o'zim yozib oldim. 1000 turibdi. Ko'paytirilgan 85, to'g'rimi? Birdan buni ko'paytirib qo'ymayman, chunki bu yoqda ham olib chiqib ketadigan narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa misollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shamiz 10. Mana 10. 37 dan qo'shsak ko'paytirilgan, o'rta ko'paytirilgan. 37 dan qo'shsak 37 qo'shilgan mana 9 o'zaro. Ishlar saralatadi. 9 shunchaki. Xo'sh, endi bu yerdan nima olib chiqib ketamiz deb o'ylaysiz? Bu yerda nima bor? 11 bo'ladi, mana yana 10 olib chiqib ketamiz. Mana endi 100 ko'paytirilgan 85 qo'shilgan 10 olib chiqib ketsak 37 qo'shilgan 9, to'g'rimi? Agar o'zi mana uni birdan ko'paytirib qo'yganlaringda qandaydir 8000 buni 5000 80 000 buni 5000 bo'lib ketadilarning 10 olib chiqib ketish hisoblash qiyin bo'lib ketadi. Shuni ko'paytirmaymiz o'zish. 10 olib chiqib ketdik. Teng 0 emas. Teng bo'ladi. Xo'sh, 10 o'z turadi. 85 ni 100 ga ko'paytirsak, 85 ni o'zini yozaman, orqasiga 2 ta 0 yozib qo'yaman. Chunki buni 85 ko'paytiryapman, 85, 2 ta 0 shuni orqasiga yozib qo'ydim mana, o'sha 2 ta. Qo'shilgan 37. 30, mana qo'shilgan 37 plus 9 hali turibdi. 10 yana ko'paytirilgan 8537 dan olsak, 8537 qo'shilgan 9. O'zi bu shu katta son chiqib ketadi. Shuning uchun mana 1 ga ko'paytiramiz yana bunga 8537 0 orqasiga yozamiz. Qo'shilgan 9. Endi qarang. Buni birlar xonasi, to'g'rimi? Buni birlar xonasi 9 o'zi birlar xonasi. 85370 bo'ldi-ku, 10 ga ko'paytirganmiz. O'shani birlar xonasi bu nech? 0 mi birlar xonasi? Bu 10lar xonasi, bu minglar, bu 10 ming, bu 1000, 1 million ketaveradi shu. Endi birlar xonasiga birlar xonasini qo'ysak nech bo'ladi? Ya'ni 0 ga 9 qo'ysak 9 bo'ladi. 8 5 3 7 9. Javobimiz mana shu javob chiqadi. Bu misollarni ishlashda borku, eng asosiysi mana yerda nollar, eng katta nolli bor. Undan keyin ikkinchi o'rinda eng ko'p nolli bor misollarni sonda olib chiqib ketishimiz kerak. Birinchi o'rinda buni 4 ta nolli bor, ikkinchi o'rinda buni 3 ta nolli bor, uchinchi o'rinda buni 2 ta nolli bor, to'rtinchi o'rinda buni nechta? Bitta nolli bor. Bu bilan buni olib chiqdik. Mana ko'paytirmadi, chunki bu 10 bilan 1000 ga olib chiqib ketishimdan kerak edi. Soddalashtirmadi. 8500 85 3290 3079 degan javob oldik. Endi xo'sh 71 lar ko'rdik, bular endi 71 dan 80 gacha shunday ishtirok etadi. Eng kichik 3 xonali son 81. 81. Eng kichik 3 xonali son bilan eng katta 2 xonali son. Eng kichik 3 xonali sonimiz necha? O'z-o'zidan necha eng kichik 3 xonali sonimiz? 3 xonali son degani eng kichik 100, eng kattasi 999 bo'ladi. Eng kichik 3 xonali 100. 81 ga bo'lamiz. E'tiboringiz uchun
bilan eng katta 2 xonali xonali son yig'indisi 2 xonali sonimiz 2 xonali sonimiz eng kichik 10, eng kattasi 99, ha? 99. Javob 199 degan javob bo'ladi. Xo'sh, bular shu oson ishlanadigan misollarimiz bo'ladi. Yig'inda ishtirok etayotgan 93. Yig'inda ishtirok etayotgan har bir o'quvchi 4 ga orttirilsa, xo'p, yig'inda 36 ga ortadi. Yig'inda nechta son qatnashgan? Yig'inda ishtirok etayotganlar 93. Yig'inda ishtirok etayotgan har bir qo'shuvchi, masalan, x qo'shilgan y teng masalan z bo'lsa, yig'inda mana bo'ladi. O'shanda ishtirok etgan mana har bir qo'shiluvchimiz mana bo'ladi. O'shalar 4 taga orttirilsa deyapti. 4 ta x qo'shilgan 4 ta y ga orttirilsa deyapti. Tursa yig'inda 36 ga teng bo'ladi deyapti. 36 ga. Ha? Yig'inda nechta 90 qatnashgan? Endi 36 ga teng bo'lsa y da 36 ga teng y 4 shunday mana. 2 ta 4 bir xilmi? 4 olib chiqib ketamiz pastdan tashqari x plus y qoladi. Bu teng 36 to'g'rimi? 4 ni bu yoqqa bo'lishga o'tkazaman. X plus y teng bo'lsak nech? 9. To'g'rimi? Endi x imiz bilan nima deyapti? Y imiz yig'inda qo'shiluvchiga, o'sha yig'inda nechta 90 qatnashgan? Yig'inda nechta son qatnashgan? Xo'sh, yig'indimiz 36 to'g'rimi? Bu ikkitasini qo'shsak 9 ga teng ekan. 36 ni bo'lamiz 9 ga. Ya'ni o'z-o'zidan 4 ta bo'lib qoladi. Chunki mana x bilan y'ni qo'shganimizda mana x 9 ta son kelyapti-ku, 9 ta. 9 ta sonni 36 ta songa bo'lganimizda 4 ta son bo'ladi. Shuning uchun biz 4 bo'ladi. Ketsa. Yig'inda ishtirok etgan har bir qo'shiluvchi orttirsa, yig'inda 93 ko'rsatgan ishlanadi. Xo'sh, undan keyin qolgan nechta turli mana masalan 97 larni oladigan bo'lsak, 97 tanchi sildiramiz. 97 ni oladigan bo'lsak, 1 2 3 4 yozib olamiz. 1 2 3 4. Mana shu raqamlar deyapti. Foydalanib nechta turli raqamli 4 xonali sonlar boshlanib qolsa, 4 xonali sonlar bo'lsa, bular endi bu yerda mayli misol mavzular oxiri yaxshi misollar bilan boshlanadi. Bu IDC deganimiz sertifikatda tushadigan savollardan jamlangan kitob bo'ladi. Shuning uchun 1 2 3 4 raqamlardan nechta turli raqamli 4 xonali son deydi. Bu yerda kombinatoriya ishlanadi. Mana bu bir 4 xonali bo'lgan uchun 4 ta nima chizaveramiz? Kvadratcha. 1 2 3 4. Mana 1 2 3 4 to'g'rimi? Xo'sh, endi raqamlardan foydalanib nechta turli raqamli 4 xonali sonlar. Qaranglar. Turli raqamli bo'ladigan bo'lsa, hozir bu bilan buni olsam bo'lmay qoladi, bu bilan buni olsam bo'lmaydi. Xullas, mana ikkalasi takrorlanib qolmasligi kerak-da. Mana kvadratchalarda mana masalan 1 qo'ysam, mana yerda ham 1 bo'lmasligi kerak-da. Turli raqamli bo'lsa deydi. Shunda takrorlanmasligi o'zi bitta osasi bormi? 4, mana ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 2, ko'paytirilgan 1, to'g'rimi? Endi takrorlanmay qoladi. Mana ko'paytiramiz. Chunki raqamlarimiz ham takrorlanadimi? Yo'q, takrorlanmadi. 4 ga 3 ko'paytirsak, 4 ga 3 teng bo'ladi. 12 ni ko'paytiramiz 2 ga. 24 ga 1 ga ko'paytirish foydasi bormi? Yo'q. 24. Demak, 1 2 3 4 raqamlardan foydalanib nechta turli raqamli 4 xonali sonlar? Turli raqamli 24 ta turli raqamli 4 xonali sonlar hisoblash mumkin ekan. Xo'sh, nosdan tozalab mana
darsimizni o'z nihoyasiga yetdik. Va shuning uchun o'quvchilar men oralarida ko'rib bergan bir xil misollar bor. Bir xil misollar takrorlangan 5 ta 10 ta takror o'shalarni siz yechib chiqsangiz borki, miyangizda yaxshi rivojlanadi o'sha misollar. Miyangizda yaxshi rivojlanadi. Undan keyin bu misollar bemalol ish olasiz. O'zi birinchi mavzu qiyin bo'lmaydi. Xo'sh. Bu yerda 101 dan 110 gacha iqtidorli o'quvchilar uchun degan, to'g'rimi? Iqtidorli o'quvchilar uchun hozircha bu sizlarga uncha shart emas deb o'ylayman, chunki ko'plar hali boshlang'ich, ko'plar darajasi katta. Darajasi kattalar o'zi iqtidorliligi uchun sinab ishlab ko'rish mumkin, lekin darajasi pastlarga men tavsiya bermayman. Har bu ishlarni yana 3 ta, 5 ta, 6 ta mavzu o'tganimizdan keyin asta-asta iqtidorlilarni 5 ta, 10 ta, 15 ta qo'shib boramiz. Keyin o'zingiz mustaqil yecha oladigan darajaga yetib kelasiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ertaga ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.